Assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolinglar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Mush kunlarda har qaysi o'zini birdan-bir Uyg'urlarning vakili deb olgan tashkilotlarni jim yetib oldi. Shunga xalq ommasi o'zimiz harakat qilib, bu davoni davomlashtirmasak bo'lmaydi ekan. Bo'libmi ma'vo guvohlik bergan qarindoshlar aktivlik bilan bersak, burun mushu guvohlik deb avjiga chiqqan chog'da bir muncha shaytonlar o'tirib chiqib qalaymagan qilayotgandi. Shundoq yaxshi bergan guvohliklarning oxirisiga Xitoy hukumatiga gapingiz bormi? Siz bilan aloqalashishman desga telefon nomeringiz, uyingizning nomeri deb ashtaq narsani qo'shib qo'ygandi. Shundaki yo'qolib ketdi bular. Endi mening tavsiyam bo'lsa, ma'vo urug' tuqqanlar bilan aloqalashamayotgan, lagerga kirib ketdi degan uchurni olgan yoki yo'qolib ketdi, hech nimasini bilgili bo'lmaydi deydigan ashundoq uchurni bildiganlar guvohlikni berayli. Guvohlik berish usulini nurg'adan bilib ketdi-ku. Yana bir eskartib qo'ysam, biz guvohlikni Xitoy hukumatiga bermaymiz. 70 yilni yoqi yolg'on da'vogar liderlar o'tirg'i chiqib ahmoq qilib keldi. Xitoyga da'vo qilib keldi. Bu da'voning oqmaydiganligini hammamiz bildik-ku. Shunga biz da'voni xalqaro qilamiz, xalqaro beramiz. Shuning uchun ma'vo da'voda guvohlikni o'tirib qo'ygan chog'da biz xalqarodagi bizni qo'llaydigan davlatlar, bizni qo'llaydigan tashkilotlar inson haqlarini haqiqiy qo'g'damoqchi bo'lgan, qo'g'dayman deyotgan shu tashkilot partiyalarga murojaat qilamiz, shikoyat qilamiz. Shuning uchun bek uzunmi qilmay videoni qisqala 1 minut atrofida tuqqunam palonchi paloyada o'tirdi, tafsili ununkini tafsili beramiz, o'zimizniki uchurini tafsil berishning hojati yo'q. Agar ularning izdirigi bo'lsa, biz bilan qanday aloqalashadi deganni qanday qilamiz desak, biz o'zimiz turishliq o'rindagi tashkilot bo'lmasa, ishonchli tashkilot bo'lmasa, bir guruh qilib, masalan, hozir O'rta Osiyoda elib etsak, o'rtada qo'rqmay faoliyat qilayotgan Murat Bog'u kim bilan aloqalashadi degan yerlari bo'lsa, Muratning telefon nomerini yozib qo'yinglar. Ya Azdikim efendimning o'zinglarni yozmanglar. Qasddan telefon qilib, sizlarni qo'rqitaman deydigan, shunda Xitoyning pulini ep qo'yib, qahramonman G'ojambadi o'xshashlar. Ashlar adam silib telefon qilib avar qilish mumkin. Shunga o'zinglarning uchurini bermanglar. Bu to'g'rilarga chiqadigan guvohlik bo'lgandan keyin shundoq bo'ldi tartibi. Haqiqiy parlamentga, hukumatga sunilgan narsalarda ondan o'zimizning tafsiliy usulini bersak bo'ldi yerga. U to'g'riga chiqarganda shu shaxsiy usulni berganlarning hammasi shayton. Xitoyga xizmat qildi, uchiqlar u. Bu shaxsiy usul degan qo'dildigan narsa qonundan belgilaklik. Demokratik davlatlarning hammasida qonunni belgilab qo'ygan. Shaxsiy usulni oshkorlasa 2 yillik qamoq hukm qiladi. Hozir bu shaytonlar da'vo qilgan odam yo'q, uchurini yeyapti degan. Bular oldinib ketib uchurini berganligi, bularni da'vo qilmag'achqa, bularni turmaga tashlamadi. Mundaqli ish bu-chu. Shunga bayan misal qilib o'tdim-ku, O'rta Osiyadagilar guvohlik bermoqchi bo'lsa, shu Muratning telefon nomerini yozib qo'yinglar. Azdikim efendim bor, Şehrbon xonim bor degandek, ashlarnikini yozib beringlar, o'zinglarnikini yozmanglar.